Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, aka-ukalar, biz Xudo xolasa video syomkamiz Namangan viloyat Namangan tuman ko'rg'onishlarida olib boryapmiz. Aka-ukalar, Xudo xolasa Qo'chqorda nasllikka zo'ridan so'raganlarga Xudo xolasa bo'y baslarni o'lchab, tishlarni ko'rsatib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha Qo'chqorda Xudo xolasa kattasidan so'raganlar mana aka-ukalar. Kichkina narsa emas Qo'chqorimiz. Yirik narsa. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga mana tashab qo'yasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa. Buni bir boshdan tishini ochaylikchi. O'ta shash Qo'chqorimiz aka-ukalar. To'xtang, ushlab turamiz tamomini. To'rtishga chiqyapti aka-ukalar Qo'chqorimiz. Xudo xolasa. Lekin Qo'chqor katta aka-ukalar, telefonda qo'ydi katta ko'rsatadi, kichik ko'rsatadi-yu. Qo'chqor zo'ridan boqaman deganlarga mana tashab qoldi. Qulog'i Xudo xolasa 19 kilo. Mana kattasidan so'raganlarga aka-ukalar, mana oyoqlari, Xudo xolasa mana ko'kraklari, Xudo xolasa o'z to'laydigan variantida. Lekin Qo'chqorga bitta like bosish esdan chiqmasin. Zo'ridan boqaman deganlar tashab qo'yasizlar. Aka-ukalar, endi metrlab buni ko'rsatib o'tiladi. Mana yerdan bo'yi mana chiqqaniga olaverasizlar. 95 plus, 95 ga olaverasizlar. Uzunasi ham xuddi shunday aka-ukalar. 95 ga olaverasizlar. Lekin Qo'chqorimiz katta narsa. Aka-ukalar, Xudo xolasa Qo'chqorimizni hammaga qiziq narxi $1000 ga bo'lsa, oxirgi narxi dastlabdan toshkentda beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz aka-ukalar.